Assalomu alaykum. Sizlar bilan yakuniga yetgan haftaning muhim voqealiklariga to'xtalib o'tamiz. Toshkent viloyati Angren shahrida joylashgan 34-maktab-internatida Matonat maktabi marafoni tadbiri bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuv mehmoni para-taekvondo bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi, Jahon va Osiyo chempioni, Paralimpiya o'yinlari g'olibi, O'zbekiston iftixori faxriy unvon sohibi Asadbek Toshdemirov bo'ldi. Tadbir avvalida o'quvchilarga Asadbek Toshdemirovning hayoti va sportdagi shonli yo'li haqida hikoya qiluvchi Taqdir jangchisi hujjatli filmi namoyish etildi. Film yoshlarda katta taassurot qoldirib, ularga matonat, sabr va qat'iyat namunasini yaqqol ko'rsatdi. Para-taekvondo bo'yicha milliy terma jamoamiz a'zolari xalqaro musobaqalar uchun tayyorgarlikni boshladi. Bobur Qo'ziyev boshchiligidagi O'zbekiston para-taekvondo terma jamoasi Olimpiya shaharchasidagi yakka kurash sport turlari majmuasida o'quv-mashg'ulot yig'iniga kirishdi. Jismoniy va texnik-taktik tayyorgarlikka ahamiyat qaratilayotgan mashg'ulotlarda terma jamoaning 20 nafarga yaqin vakili ishtirok etmoqda. Mazkur yig'in para-taekvondochilarimiz uchun Turkish Open xalqaro reyting musobaqasi oldidan tayyorgarlik vazifasini o'taydi. Para-velosiped bo'yicha esa terma jamoamiz a'zolari Osiyo chempionatini umumjamoa hisobida birinchi o'rinda yakunladi. Kecha Saudiya Arabistonining Al-Qasam provinsiyasida para-velosport shosse yo'nalishi bo'yicha o'tkazilgan qit'a birinchiligi o'z nihoyasiga yetdi. Guruh poygalari o'tkazilgan musobaqaning ikkinchi kunida startga chiqqan vakillarimiz yakunda 6 ta oltin va 5 ta bronza medallariga ega chiqishdi. Bulardan oltin Bobur Toshdemirov, Azizaxon Qosimova, Shahnoza Hakimova, Pokiza Ahmadbekova, Marjona Pardaboyeva hamda Odina Hamdanova va bronza Azizxo'ja Olimxo'jayev, Said Jabbor Dadaxonov, Jasurbek Ilhamov, Marjona Valijonova va Fatima Soipova. E'tiborlisi shundaki, Osiyo chempionatida 11 ta oltin, 4 ta kumush va 10 ta bronza, jami 25 ta medal qo'lga kiritgan sportchilarimiz umumjamoa hisobida peshqadam bo'ldi. Para-yengil atletika bo'yicha sportchilarimiz Dubay Grand Prix'sida jami 12 ta medalni qo'lga kiritishdi. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida para-yengil atletika bo'yicha Grand Prix turkumidagi xalqaro musobaqa o'z nihoyasiga yetdi. Dunyoning 46 ta mamlakatidan 400 nafarga yaqin sportchi ishtirok etgan nufuzli musobaqada O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham bahs olib bordi. Yakunda vakillarimiz tomonidan 2 ta oltin, 6 ta kumush hamda 4 ta bronza medallari qo'lga kiritildi. Bu yakuniga yetgan haftaning muhim voqealiklari edi. Bizdan uzoqlashmang.